Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Majlisni kun tartibi bo'yicha ikkita masalamiz bor. Birinchi masalamiz bu hozir o'ziga qadoylar bor. Korrupsiya bo'yicha seminar o'tkazishimiz kerak. Birinchi mana manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida seminar o'tkazdik. Kecha mana sovg'a salomlar bo'yicha qanaqa tartiblari, qanaqa to'g'risi mana gapirib berdilar. Jamshidga bugun ota-baqaloq qoidalari to'g'risida bir seminarimiz bor. Undan keyin hududiy bo'linmalarga ruxsat beramiz. Ikkinchi masala o'zimizning markaziy apparat qoladi. O'zimizning tekush vaqtlarni hal qilib olamiz. Hozir so'zni Jamshidga bersakda, o'sha seminarda anaqasini prezentatsiya bor. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Eshitilyaptimi hammaga? Assalomu alaykum, eshitilyapti. Eshitilyapti. Demak, bugungi navbatdagi seminarimiz korrupsiyaga qarshi kurash sohasida qabul qilingan ichki me'yoriy hujjatlardan odob axloq kodeksi haqida gaplashamiz. Demak, Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-oktyabrdagi davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan odob axloq qoidalariga rioya etilishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 595-sonli qaror tasdiqlangan. Va mazkur qarorga muvofiq bog' kon sanoati va geologiya sohasini nazorat qilish inspeksiyasida 2024-yil 12-avgust kuni 25B sonli buyruq bilan odob axloq kodeksi tasdiqlangan. Mazkur kodeks quyidagi maqsadlarda ishlab chiqilgan. Inspeksiya xodimlari o'z lavozim majburiyatlarini bajarish jarayonida tayanadigan xizmat odobining asosiy prinsiplarini tizimlashtiruvchi normativ hujjatni yaratish. Inspeksiya xodimlari uchun munosib kasbiy va axloqiy talablarni aniqlash. Inspeksiyaning odob axloq qoidalari bilan shaxslarni, hamkorlarni, inspeksiya nomidan yoki uning manfaatlari uchun xizmat qiladigan shaxslarni, jumladan hamkor va vakillarni tanishtirish. Inspeksiyada jamoaviy madaniyatni rivojlantirish hamda o'zaro hurmat va ishonch muhitini yaratish. Inspeksiyaning adolatli ish bilan ta'minlovchi va halol hamkor sifatidagi rasmiy nufuzini shakllantirish va mustahkamlash. Xodimlar uchun prinsip va qoidalar quyidagilarni ifodalaydi. Hamkasblarga, inspeksiya hamkorlari, kontragentlari va davlat mansabdor shaxslariga ularning milliy, irqiy, jinsiy, diniy mansubligidan qat'iy nazar hurmat bilan munosabatda bo'lish. O'zbekiston Respublikasi va boshqa davlatlar xalqining urf-odat, an'analariga hurmat ko'rsatish. Turli etnik va ijtimoiy guruh va konfessiyalarning madaniyati hamda o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish. Xizmat majburiyatlarini vijdonan bajarilayotganligi to'g'risida shubha uyg'otadigan xatti-harakatlardan, shuningdek, shaxsiy obro'si yoki inspeksiya nufuziga putur yetkazadigan nizoli vaziyatlardan saqlanish. Shaxsiy ish vaqti va hamkasblarining ish vaqtidan inspeksiya manfaatlari yo'lida oqilona foydalanish. Boshqa xodimlarning sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi mish-mishlar, haqoratlovchi materiallar yoki ma'lumotlarni tarqatmaslik. Ishga qabul qilish, lavozimni ko'tarish, mukofot miqdorini belgilash va inspeksiyadagi boshqa xodimlarning kasbiy sifatiga qarab, ularning foydasiga qabul qilingan har qanday qarorlarda o'z fikrini asoslay olish. O'ziga va hamkasblariga nisbatan har qanday kamsitish holatlari haqida bevosita o'z rahbariga yoki inspeksiyaning odob axloq komissiyasi raisiga xabar berish. O'z xatti-harakatlariga nisbatan shubha uyg'onsa, bevosita o'z rahbariga yoki inspeksiyaning odob axloq komissiyasi raisiga tushuntirish so'rab murojaat qilish. Endi odob axloq qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik. Davlat xizmatchisi tomonidan odob axloq qoidalariga rioya etilishi attestatsiyalar o'tkazishda, yuqori va boshqa lavozimlarga tayinlash uchun kadrlar zaxirasini shakllantirishda hisobga olinadi.
odob axloq qoidalari normalarining buzilishlari maxsus tarkibiy bo'linma yoki odob axloq komissiyasi tomonidan ko'rib chiqiladi. Odob axloq komissiyasi maxsus tarkibiy bo'linma mavjud bo'lmagan taqdirda davlat organi xodimlaridan kamida 5 kishidan iborat tarkibda tuziladi. Endi bu yoqda maxsus bo'linma deganda o'sha korrupsiyaga qarshi kurash bo'linmasi nazarda tutilgan. Xabarlaringiz bor. Bizda odob axloq komissiyasi tuzilgan 7 kishidan iborat odob axloq komissiyasi. Odob axloq komissiyasi raisi rahbarimiz Baxtiyor Ilhomjonov va komissiya a'zolari, inspeksiya boshlig'i o'rinbosarlari, bosh yurist konsult, kadrlar bo'limi boshlig'i, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha mas'ul xodim, kasaba uyushmasi raisi shulardan iborat. Keyin demak, davlat xizmatchilari kasb odobiga oid qabul qilingan xalqaro hujjatlar BMTning korrupsiyaga qarshi konvensiyasi qabul qilingan 2003-yil 31-oktyabrda davlat xizmatida odob axloqni yaxshilash bo'yicha IXTT kengashining tavsiyalari 98-yil 23-aprel Yevropa Ittifoqining davlat mansabdor shaxslarining harakatlarining namunaviy kodeksi hamda davlat mansabdor shaxslari harakatlarining kodeksi, Yevropa Ittifoqining politsiya odob axloq to'g'risidagi kodeksi, prokurorlar xalqaro assotsiatsiyasining 99-yildagi prokurorlar kasbiy javobgarligi hamda ularning huquq va majburiyatlari to'g'risidagi me'yorlar. Endi korrupsiyaga qarshi konvensiyaning 8-moddasida ham ko'rsatib o'tilgan ommaviy mansabdor shaxslarning odob axloq kodekslari korrupsiyaga qarshi kurash maqsadida boshqa fazilatlar qatori o'zining ommaviy mansabdor shaxslarining pokligi, halolligi va mas'uliyatliligini rag'batlantiradi. Ommaviy mansabdor shaxslar o'z funksiyalarini bajarish vaqtida ularga ma'lum bo'lib qolgan korrupsion harakatlar to'g'risida tegishli organlarga xabar berishlariga xizmat qiladigan chora va tizimlarni belgilash imkoniyatlarini ko'rib chiqadi va hokazo. Endi O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunida ham bu haqda aytib o'tilgan davlat organlari xodimlarining kasbiy hamda xizmatdan tashqari faoliyatdagi odob axloqining yagona prinsiplari va qoidalarini belgilovchi odob axloq qoidalarini samarali amalga oshirish. Davlat organlarining va ular xodimlarining faoliyatida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarga yo'l qo'ymaslik va boshqalar. Endi o'sha davlat fuqarolik xizmatchilarining odob axloq qoidalarida nimalar berilgan? Odob axloq komissiyasi to'g'risida namunaviy nizom, davlat fuqarolik xizmatchilari odob axloqining namunaviy qoidalari, davlat fuqarolik xizmatchilarining kasbiy madaniyati, xizmat faoliyati davomida hamda xizmatdan tashqari vaqtda odob axloqi, tashqi ko'rinishi va kiyinish uslubi odob axloqining namunaviy qoidalarini belgilash, davlat xizmatida yuksak kasbiy madaniyatni shakllantirish, jamoatchilik ongida davlat xizmatiga bo'lgan hurmat va ishonchni oshirish hamda davlat xizmatchilarining axloq qoidalariga zid bo'lgan xatti-harakatlarini oldini olish. Davlat fuqarolik xizmatchilari kasbiy faoliyatining asosiy prinsiplari: qonuniylik, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi, vatanga sadoqat va xizmat vazifasiga fidoyilik, davlat va jamiyat manfaatlariga sodiqlik, adolatlilik, halollik va xolislik, manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik, mansab vakolatini suiiste'mol qilmaslik, xizmat sirini qat'iy saqlash, korrupsiyaviy holatlarga keskin murosasiz munosabatda bo'lish va qarshi kurashish. Davlat fuqarolik xizmatchilari xulq-atvorining umumiy qoidalari. Davlat fuqarolik xizmatining obro'siga yetadigan xatti-harakatlardan tiyilish, mas'uliyat kasbiga sadoqat va halollikni kundalik shiorga aylantirish, murakkab vazifalarni bajarishda hamkasblarga ko'maklashish, jamiyatda axloqning umumiy e'tirof etilgan qoidalariga amal qilish va hokazo. Demak, endi kasbiy madaniyatga oid umumiy odob axloq qoidalari.
aholining kamsitilishiga olib keluvchi ta'sir choralari va harakatlariga yo'l qo'ymaslik, halol, adolatli va kamtar bo'lish, fuqarolar bilan muloqotda xushmuomala, vazmin va samimiy munosabatni namoyish qilish, aholining davlat xizmatlari iste'molchi sifatidagi talablariga muvofiq doimiy ravishda faoliyat sifatini oshirib borish, xizmat intizomiga qat'iy rioya qilish, o'z xizmat majburiyatlarini vijdonan xolis va sifatli bajarish, ish vaqtidan oqilona foydalanish. Xizmat faoliyatiga oid odob axloq qoidalari. Davlat fuqarolik xizmatchilari quyidagilarga majbur: mamlakat sha'nini e'zozlash, davlat siyosatiga sodiq bo'lish, o'z xizmat vazifalarini vijdonan bajarish, rasmiyatchilik, soxtakorlik va suiiste'molchilikka yo'l qo'ymaslik, chet el fuqarolari bilan alohida belgilangan tartibga zid ravishda bevosita yoki boshqa shaxslar orqali muloqotga kirishmaslik, axborotlarni tarqatish, axborot xavfsizligini ta'minlashning belgilangan tartibiga amal qilish, o'ziga ishonib topshirilgan mulkka va moliyaviy mablag'larga ehtiyotkorlik va tejamkorlik bilan munosabatda bo'lish, muomala madaniyatiga rioya qilish, samimiy va vazmin bo'lish, do'stona munosabatni namoyish qilish, jamoada sog'lom ma'naviy muhitni saqlash choralarini ko'rish. Rahbarlar quyidagilarga majbur: bo'ysunuvdagilarga professionalizm, halollik, xolislik va adolatlilikda o'rnak bo'lish, jamoada sog'lom ma'naviy muhit va ishchan kayfiyatni shakllantirish, davlat fuqarolik xizmatchilarini qonunga xilof xatti-harakatlarni amalga oshirishga undamaslik, kadrlarni mahalliychilik, urug' aymoqchilik, tanish-bilishchilik yoki shaxsiy sadoqat belgilari bo'yicha tayinlash yoki tavsiya etishga yo'l qo'ymaslik, jamoada guruhbozlik va favoritizm ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik, bo'ysunuvdagi davlat fuqarolik xizmatchilarini huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilish. Endi xizmatdan tashqari odob axloq qoidalari bor. Xizmatdan tashqari odob axloq qoidalari: milliy urf-odat, qadriyat va an'analarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, dabdababozlik, shuhratparastlik, guruhbozlik, maishatbozlik va boshqa salbiy illatlarga yo'l qo'ymaslik, rasmiy e'lon qilingan ma'lumotlardan tashqari masalalarni muhokama qilmaslik, jamoat joylarida o'zini tutish qoidalariga rioya etish, xizmat guvohnomalarini saqlash va foydalanish tartibiga qat'iy rioya etish, xizmat avtotransport vositalaridan xizmatdan tashqari holatlarda shaxsiy va boshqa maqsadlarda foydalanmaslik, ish faoliyati bilan bog'liq ma'lumotlarni ishga aloqador bo'lmagan shaxslar ishtirokida muhokama qilmaslik, faoliyat yuritgan davlat organlari va tashkilotlari hamda davlat fuqarolik xizmatiga dog' tushiruvchi xatti-harakatlardan tiyilish, tashqi ko'rinishni me'yorda saqlash, kamtarona kiyinish, atrofdagilarning e'tiborini o'ziga jalb qiladigan tarzda kiyinmaslik. Xizmat faoliyatidagi tashqi ko'rinish va kiyinish uslubiga oid odob axloq qoidalari. Davlat fuqarolik xizmatchilarining xizmat faoliyatidagi tashqi ko'rinishi va kiyinish uslubi fuqarolarning davlat organlari va tashkilotlari faoliyatiga hurmatini, shu jumladan xizmatning nufuzini oshirishga xizmat qilish kerak. Endi mana shu inspeksiyada kiyinish madaniyati to'g'risida to'xtalib o'tmoqchi edik. Quyidagilar kiyinish tartiblarini joriy etishning vazifalari hisoblanadi. Xodimlar o'rtasida o'zaro ijtimoiy tenglik tamoyillarini qaror toptirish, xodimlarning ichki tartibi, odob axloq qoidalariga to'liq rioya etishlarini tartibga solish. Xodimlar quyidagi talablarga rioya qilishlari lozim: kiyimlarning o'ta tor yoki o'ta keng bichimda, rang-barang va gulli bo'lmasligi. Xodimlar ish jarayonida klassik yoki maxsus kiyimda bo'lishi. Xalqaro doiradagi forumlar, muzokaralar va uchrashuvlar, ko'rgazmalar va anjumanlarda xodimlarning rasmiy kiyimda bo'lishlari. Ayollar kiyimining uzunligi tizzadan 5-15 sm pastda bo'lishi. Ko'ylagining eng qismi 10 sm kam bo'lmasligi. Erkaklar uchun shimning uzunligi oyoq to'pig'idan pastda bo'lishi. Kiyimlarning toza va dazmollangan bo'lishi shart. Endi jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari vakillari bilan munosabatlarga oid odob axloq qoidalari.
jamoatchilik nazoratini ta'minlash maqsadida jamoatchilik tomonidan davlat organlari va tashkilotlari faoliyatiga oid ayblov yoki tanqid bildirilgan taqdirda davlat organlari va tashkilotlari unga nisbatan bildirilgan ayblov yoki tanqidga ommaviy izoh yoxud raddiya berishi lozim. Davlat fuqarolik xizmatchilari ommaviy axborot vositalari bilan o'zaro hamkorlik qilishi, davlat organlari va tashkilotlarining faoliyatini ommaviy axborot vositalarida yoritilishiga ko'maklashishi kerak. Davlat fuqarolik xizmatchilarining odob axloq qoidalariga amal qilinishini ta'minlash masalalari. Demak, bu ham aytib o'tdik, kimlar nazoratni amalga oshiradi? Odob axloq komissiyalari, kadrlar bo'linmalari, maxsus vakolatli davlat organi va boshqalar. Endi mana shu anaqani oxirida, seminarni oxirida mana Abdulla Qodiriy ham aytib o'tgan. Moziyga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir deb. Keyin Muhammad Hamid Termiziyning insonning eski choponda yurgani birovning yangi to'nini kiyib yurganidan yaxshiroq degan ekan. Mana milliy liboslarimiz o'sha bizdan oldingi avlod ajdodlarimiz qanaqa liboslarda bo'lgan. Oxirdan bugungi seminarimizni Hazrat Alisher Navoiy hikmatlari bilan tugatamiz. Nafing agar xalqqa beshak turur, bilki bu naf o'zingga ko'prak turur. Gar yo'qdir adab ne sut oltin unidan, elning adabi xushroq erur oltinidan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa marhamat. Marhamat, kimda qanaqa savollar bor? Hududiy boshqarmalar. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, Basir Ilhomjonovich. Masalalar tushunarli. Bizda hozircha savol yo'q, hamma o'sha hozir kun tartibida aytib o'tilgan masala tushunarli. Bo'lmasam, hozir 3-yilda talaqalarda hujjat ishlab chiqishga tashqari hujjat yo'llangan. Birinchi statutda mashinada Yo'q, o'shani birinchi ishlab chiqilganlar. Ishlab chiqilgan. ishlab chiqilgan. Kodeks quyidagi maqsadlarda ishlab chiqilgan. Yo'q, normalniy hujjat ishlab chiqilsin degani esa davlat organlari. Bu bizlar nimaga odob axloq qoidalari ishlab chiqildi-ku, o'shami? Ha, odob axloq qoidalari. Deganda. Demak, bu inspeksiyamizda bu bor. Bor, tasdiqlangan. Hamma tanishgan bu. Hamma tanishgan. Bo'lsa agar bu murojaatlarga ham mana qo'yish kerak. Inspeksiyamizda boshqa hamma ishlab chiqilgan normativ hujjat bormi demoqchiman. Bor. Bo'lsa yaxshi. Chiqilgan boshida ko'rsatdik-ku o'sha agar tanishmagan yangi kelgan 24-12 ishlab chiqilgan. kecha qabul qildik. Tanishmaganlar bo'lsa, mana umid bilan maqsad bu xulosani yaxshi bo'ladi. Ular qo'yildi, tanishib, qo'yib hammasi qilish kerak. Bir savollar bor. Bo'lmasam, bugungi seminarimizni tugatamiz. Hududiy boshqarmadagi o'zinglarning ishinglarni davom ettiringlar. Qo'yilgan vazifada ko'p haligi o'zbek kosmos masalalarini ham yopishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak. U bo'yicha gaplashamiz. Ishinglar qo'yinglar, bo'lmasam majlis tamom. Faqat markaziy apparat hosil bo'ladi. Qolgandagi ham masalan javob.